Asalari va pashsha bir kun uchrashib qoldi. Pashsha asalariga dardini to'kib soldi. Do'stim, bu dunyoda pokiza joy qolmabdi. Chiqindi-yu botqoqlik bo'lmagan joy qolmabdi. Qayga borsang o'sha yerdan badbo'yis keladi. Bir nima topib yesam, darrov boshqa pashsha keladi. Yo'q, deya asalari pashshani gapini bo'ldi. Qanotini bir qoqib nasihat qilgan bo'ldi. Dunyo asli go'zaldir. Nega hayron bo'lasan? Meni ko'zim bilan ko'r, shundan men bo'lasan. Chunki sen pashsha doim iflos joyda yurasan. Shuning uchun dunyoni mana shunday ko'rasan. Men har kuni rizq terib, guldan gulga qo'naman. Dunyoni go'zalligin mana shunda bilaman. Alqissaki, kim dunyoga boqarkan qay nazar bilan, kim yaxshi nazar bilan, kim doim hazar bilan. Kim ne istab boqar bo'lsa, o'shani ko'rar doim. Bu dunyoni shunday qilib yaratgandir Xudoyim.